Turkiyaga ham borib keldingiz, Turkiyada o'sha yerda tahsil oldingiz, tajriba almashdingiz, malaka oshirdingiz. U yerdagi nefrologik, ya'ni shu buyrak kasalliklari bilan og'rigan bemorlarni davolash taktikasi, ularni masalan davolash usullari, diagnostika usullari va bizdagi davolash usullari. Bularda farqlar, ya'ni bizdagi mavjud bo'lgan usullar yoki kamchiliklar yoki ustunliklar ulardagi usullar bizda qo'llanilyaptimi yoki ma'lum bir darajada juda og'ir kamchiliklar bormi, shular haqida ozgina aytib o'tsangiz. Davolash taktikasi bo'yicha keskin farqlar yo'q. Shifokorlarning bilim darajasi bo'yicha ham O'zbekiston shifokorlari, nefrologlari chet eldan qolishmaydi. Faqat ularda diagnostikasi bizga nisbatan yaxshi rivojlangan, lekin O'zbekiston ham so'nggi yillarda Turkiya darajasiga yetib bormoqda. Bilim va davolash taktikasi bo'yicha O'zbekiston bilan Turkiyaning shifokorlari darajasi bir-biriga teng desa ham bo'ladi. Hozir davolash protokollari dedingiz, ya'ni bu davolash uchun qo'llaniladigan standartlar, dori vositalari, usullari. Bu protokollar umumiy qabul qilingan. Mana siz Yevropa nefrologlar uyushmasi, Xalqaro nefrologlar uyushmasiga a'zo ekansiz. Bu protokollar o'shalarga asoslanib bizda mahalliylashtirilganmi yoki biz o'zimiz boshqatdan ishlab chiqqanmiz bu protokollar? O'zimizda mahalliy har bir nefrologik kasalliklarni O'zbekiston bo'yicha tuman darajasida, viloyat va respublika darajasida davo choralari, qo'llaniladigan diagnostik choralar va davolash choralari standart ishlab chiqilgan, O'zbekistonda ishlab chiqarilgan. Jahon miqyosida KDIGO deyiladi, Xalqaro nefrologlar assotsiatsiyasi tomonidan ishlab chiqilgan klinik protokollarga mos keladi. O'zbekistonning o'zining har bitta nefrologik kasalliklarni tashxislash va davolash uchun maxsus birlashtiruvchi klinik protokollar, standartlar tashkil qilingan.